Assalomualaikum, hurmatli yurtdoshlar. Mana qarmoqlarimni ochyapman mana. Xo'sh. Assalomualaikum. Hozir o'tirgan joyimni ko'rsatasizlar. Iya deysizlar-ku. Endi rizq Allohdan, xudo xolasa. Yem-chachib, sal shomroqda qurib qolsa kerak. Mana o'tirgan joyim. Mana shu yerlarda baliq o'lardim, tushib olib. Qurib ketgan. Mana u tagi ko'rinib yotibdi. Mana. Lekin sal soyasi tushsa ozroq mana. Suv juda ham kamayib ketgan. Bir 20% qopti. Mana shu qamishlar suv ichida bo'lardi. Endi yaqinroq deb mana shu yerga o'tirmoqchiman, xudo xolasa. Ko'ramiz. Rizq Allohdan. Yemlar chochib harakat qilamiz. Nasıl bitten ko'chsam mikan? O'tirgan joyim suv juda ham pastligi sababli mayda poklevka bo'lyapti. Pastda bir qat'iy 1,5 metr chuqur joyini topishim kerak. Bir soat o'tirdim. Pastda ham 1 soat o'tiraman endi. Xo'sh. Ikkita rezultat bo'ldi. Uchinchisi sal kattaroq edi. Qochib qoldi. Uni xamirga urdi. Bu yoqqa emas, nariyoqqa yur. Urganib qopti bu. Hayda. Voy malandok. Ikkinchisi. Bu ham shunaqa mayda. Lekin ichi to'la ekray. Qo'yil. Borcan var. Yana yilga tushasin. 1,5 kilo bo'lib. Bu joydan ko'chdim. Pastga tushib ketaman. Sayaz lekin juda ham hisobiga mayda uryapti. Mollarim rosa shugani qilyapti. Kamgina qilib bir ko'rib ketaylik. Tayyorlab oldik mana. Fakat yeri ko'rinib turibdi. Hozir mayda baliqlar ko'payishni boshlaydi. Keyin sekin ana u ko'rinib turib tushayotgan joyi. Mana. Asta sekin iriklashni boshlaydi, xudo xolasa. Lekin suv 1,5 qadar chuqurligi. Ana nariyoqlar ko'rinib turibdi. Oralarımız çok rivit hiç yelken ikisinden faydalanmaz. Burası kırıp saç gerek mi? Balık toyup qolar. Git iyi tortya iyi ana poçun. Bir qancha suvda pochin. Qo'yingizlar. Eyvah. Ajjanlar. Tashlab yuborardim, pochinda endi bu. Birozdan keyin tashlab yuboramiz. Mana chuvalchanga urdi. Xo'sh, mana montaj. Gruzila bitta kurchuk tepada.
uchini chiqarib qo'yibdi. Mana tepadagini ham o'shani uchini joyiga yopib turib, yana o'tiraveramiz. Mana. Qanotingni aylanay. Pishkalat, pishkalat. Chiroyligini qarangmi? Jonivar. Hozir boshida shu maydalashadi. Sekin-sekin iriklashadi. Xudo xolasa, sal shom bo'lib qolsa, kattalari ham keladi. Prosta tay ko'rinib turibdi-da. Sekin-sekin yemni ko'p chochib qo'ymaymiz. Kam-kam to'yib qoladi bo'lmasa. Sotib baliq ham ko'rinib turibdi. Ajoyib. Kattalardan buloq, xudo xolasa 1 kilolik, 1,5 kilolik chiqib qolsa, karas, shamayka, sazandan boshlandi. Mana bunday qilib xamirimizni ham tashlab oldik. Mana montaj. Xo'sh. Ikkita krючок yonma-yon. Mana. Tosh tepada Gruzil. Og'irroq tosh. Xo'sh, hozir kattasi kelib qolsa, buni ham 1,5 kilodan tepasi bo'lsa uradi. Teparoqqa tashlab qo'yamiz. Xudo xolasa uzib ketsinmi? Yerga tekkizib tashlab qo'ydim. Tortyapti. Ket. Oho. Shamayka. Qoch. Canavar. Olinglar. O'zimizda mahsulotdan foydalanyapmiz. Mana birga o'rmikamiz. Bu poploshniyga juda uzoqqa yetadi bu. Mana bir 10 marta baliqqa chiqishingizga yetadi-da. Ko'p sochmaysiz. Zibro'sda oqqan kam, shuni hisobiga to'yib qoladi baliq. Mana shu yerda bir 10 ta karas yurgan bo'lsa, shu yer to'yib qoladi, keyin tortmay qo'yadi. Mayda baliqlar ham yuribdi mana. Keling. Ne ketyapti. Nima deb tortyapti? Oho. Tort. Canavar. Sayyor joyda tortish ham ajoyib. Qizil poplik. Tort. Oho. Sidirib ketadi hozir. Mayda baliqlar rosa keldi. Mana tortyapti. Ana zibro soyasi. Beriroqqa tushib qolsa, sal tay ko'rinmay qoladi, qorong'ulikda soyada. Undan keyin xudo xolasa kattalari ham bo'ladi. Shumaxer ekanda. Sal pastroqqa tushdim, bu tomon ham sayoz. Bitta ham shunaqa mayda uryapti. Shu yerda bir yigit o'tiribdi. Ashdan qochiribdi kattarog'ini. Ertalab sahar yaxshi uryapti deydi. Suv sayoz lekin. Shu qamishni rosa o'ynayapti sazan. Ko'rinamikin? Lekin poplokka teginga yo'q. Sal narada poplok turibdi.
Çünkü sen önün için çapırayım. Pasroqqa tushdim. Bitta udari ketdi. Bu ikkinchisi mana. Salogida turibdi. Bu ikkinchisi. Ha joningni mana. Ha mujik. Hech tushib ketma yana. Poplokka urdi mana. Chuvalchanga. Shuni ham sudradi. Maza qildim. O'sha yerdan sudrab chiqarib keldim.